Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamkasblar, hamma zo'rmi? Ishlar bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Ro'zalar bilan Xudo xolasa biyagomlarimizni tayyorlab boshlaganmiz. Xabarlaringiz bor. Mana asta-asta klientlarimizni talab analarini bajaryapmiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Sotuv jarayonlari boshlanganmizda kimga biyagomimiz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Shu tasvirda ko'rib turgan yeringizda biyagomimiz yetishtiraman. Kimga biyagomimiz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana bu tasvirda ko'rib turgan o'rtadagi yo'lakdagi biyagomizlarimizda bir dehqon aka-ukalarimizga tayyorlab berdik. 30 kilodan qadoqlab 14 tonna tayyorladik. Mana bu yerda ham ozgina 1 tonna atrofida biyagomimiz bor. Buni bir to'siqlik ko'chat yetishtiruvchi akamizga tayyorlab berdik. Xudo xolasa bugun kechga olib ketadi. Nima demoqchiman? Mahalladoshlar, biyagomimiz sotuvi davom etmoqda. Biyagomimizdan olib qoling sizlar. Tomorqa yerlaringiz unumdorligini oshirishga yordam beradi o'g'it. Biyagomizlarimiz sifati zo'r. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Mana hozir sifatini ko'rsataman sizlarga. Biyagomimiz holatini qarang. Vobshe zo'r. Tuproqni unumdorligini vobshe zo'r holatga keltirib beradi bu narsa. Buni solgandan keyin boshqa o'g'itga yeringiz ehtiyoj sezmaydi. Xudo xolasa yetishtirgan mahsulotingizdan tabiiy organik mahsulot bo'lib yetishadi. Inson sog'lig'iga ziyon yetkazmaydi. Farzandlaringiz, o'zingiz, oilangiz, yaqinlaringiz yetishtirgan mahsulotingizni iste'mol qilsa kasal bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r holatda bo'lgan biyagomizlarimiz tayyor bor. Ulgurib qoling sizlar. Mahalladoshlar, zakaslar ko'p. Mahallada bo'lgandan keyin olish kerak aka-ukalar.